Assalomu alaykum. Bugun qutlug' ayyom 1-yanvar. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin onajon. Rudaki nohiyasi Esanboy jamoati Sayyod qishlog'i o'g'lingiz Suhrob bloger nomidan. Ona, asrolmadim seni dardlardan. Yuzingga ajinlar yo'latib qo'ydim. O'zimga bir olam zeb berdim ammo sochingni oqlarga bo'yatib qo'ydim. Yugurdim ortidan dunyo deb necha, tinmadim tashvishlar bitmadi-ku hech. Tizzangni tut ona uxlay bir kecha, ona oromimni yo'qotib qo'ydim. Yelkangni tut ona suyanay birdam, bag'ringda unutay dunyolarini. Faqat bitta narsa qiladi alam, ona seni barbod qaritib qo'ydim. Yana bir bora 1-yanvar tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Bir umr qayg'u g'am ko'rmay yashang. Farzandlaringiz, nevaralaringiz baxti kamolini ko'rib yurish nasib aylasin. Farzandlaringiz baxtiga bir umr sog' salomat bo'ling.